Menga endi aytishdiki, biotornadoni reklama qilasiz deyishdi, meni dono deb o'ylashdi, lekin ular agar biotornado nimaligini bilmayman. Valijon, biotornado Amerikalarda kinolarda ko'rganmisiz? Yoshligimizda ajina shamoldirdi. Aylanib ajina kelib shamol har bir yoqni o'pirib chiqib ketadi. Biotornado ham shunaqa giyoh. Demak, o'zim reklama qilar ekanman. Yoshligimda laqabim Shamol edi. Rostami baraka yomon tez aylanardim. O'sha tornado ham xuddi shunaqa kelib turib tanangizdagi hamma jarohatlarni, og'riqlarni, kasalliklarni olib chiqib ketadi. Rosa hammaga kerak ekan. Endi shu muxlislarimiz biramiz nuqul kelib bizga dardini aytadi. Bizga nima qilasiz dardingizni aytib, ham biotornadoga murojaat qiling. Dilmurodjon Qurbonov. Biotornadoni qaynatib ichiladi. Biotornadoni. Keyin qolganini kapotsa ham bo'ladi. Ha. Ichiladigan narsami? Hammasi shifo. Shifo qidiradigan bo'lsangiz, biotornadoga murojaat qiling. Tanlovingiz biotornado. Bo'lsin, biz kuldiramiz, xo'pmi? Lekin uni ichgandan keyin rosa kuladigan bo'lib qolasiz. Chunki tanangizda haligi zahmat bo'lmagandagi maza qilib kulasiz. Biotornado. Valijonning ham tanlovi biotornado. Men faqat Valijon sportsmen bo'lgani uchun ko'paytirmayapti. Sabab bolasi ko'payib ketyapti-da, 13 ta bo'ldi, shuncha yana ko'payib ketmasdi. Bu yoqqa ham ta'siri bormi? Qayoqqa? Nima haligi insoniyat ruhiyatiga demoqchi. Ruhiyatga ta'sir bor. Ruhiyatingiz tetik bo'lib tursa, baraka toping. Kuldiraveradi. Kim ruhiyatini tetik bo'lishini xohlasa, biotornadoga murojaat qilsin. Ham homiy, ham muallif kimligini aytib qo'yayda. Dilmurod Qurbonov, biotornado.